Qizlar bu go'zallik bilan qatga boramiz. Kosmetolog oldiga kirishdan oldin yuzimga ikkita qizartirib rumyani surib olganimga nechi. Salligini qaranglar. Azila qizlar o'zingizga qaranglar, o'zingizga bo'lgan uveriniz, ishonch ortadi. Hech qanaqa psixolog ham boshqa ham kerak bo'lmaydi. Men o'z har doim o'zimga bo'lgan ishonchim baland bo'lgan. Kimga u ishonch? Kim uchun? Go'zalligingiz o'zingiz sog'lig'ingiz uchun, go'zalligingiz xo'jayiningiz uchun, окружающий odamlar uchun emas. Так что endi bo'ladi-yu, kimdirlar uchun ozg'iz kelganlarga, kimdir o'zi biladi. Lekin tag'in ham kamerada to'liq ko'ryapman. Yuzimiz, kulalarim chiqqanini qaranglar, voy mashallah. Endi buni ushlash kerak, chakakka yopish kerak qizlar. Dieta qilmasa hammasi bir pul. Buni har doim qaytarganman. Ochiqcha aytaman. Вообще, qaysi jinni aytadi meni qarib qoldingiz-da? Faqat ko'ra olmagan.